MCDini degan qiz turmush o'rtog'i bilan ikkitasi mashinada ketyapti. MCDini qanaqadir 150 ming dollarlik mashina. Eri qanaqadir Ferrari'dan Lamborghini'da ketyapti-da. Gap yo'q, молодец dedim. 1 millionga aytib turibdi, 13 million prosmotr, zo'r video olishibdi desam, shunday kommentga kirsam, endi o'zimiznikilar yozgani, rentkar pulni qaytaringlar. Nima va ahvol, o'zingniki emas, nima qilasan hayb qilib, ular bloger video oladi. Nima qildi? Eng qizig'i o'sha rentkar bo'lganda ham, misol uchun Ferrari'ni olib chiqish 1000 dollar bo'lsa, bitta bir kunga olib chiqish, mayli 2 soatga deylik, bitta Ferrari, bitta o'sha 150 minglik Merc, ikkalasini 1000 dollarga olib chiqdik, 500 deng mayli. 500 dollar ham kimdadir 1 oylik oyligi. O'sha 1 oylik oyligiga ular bitta video ola olyapti. Bu narsaga qanaqa negativ bildirgandan ko'ra biz ham o'sha narsaga harakat qilishimiz kerak. Hatto o'zimizniki bo'lsa ham arendaga 1000 dollar vajid qila olaylik. Xafa bo'lmanglar, juda ko'pchilik 1000 dollarga bir oy ishlaydi.